Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordam oladigan fuqarolar 15 avgustgacha identifikatsiyadan o'tishi kerak bo'lishi mumkin. Aks holda to'lovlar vaqtincha to'xtatilishi yoki bloklanishi xavfi bor. Bu xabar ayniqsa pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, bolalar nafaqasi va moddiy yordam oladigan xonadonlar uchun juda dolzarb. Men bu mavzuni oddiy tilda vahima qilmasdan, lekin mas'uliyat bilan tushuntiraman. Chunki ko'pchilik menga tegishli emas. Pul baribir tushaveradi. Bank kartam ishlayapti-ku deb yuradi. Ammo ayrim holatlarda aynan shunday beparvolik sababli odam bir oy yoki undan ko'proq muddat to'lovini ola olmay qolishi mumkin. Shuning uchun hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni oilangizdagi pensionerlar, ota-onangiz, qo'shnilaringiz, mahalladagi yordamga muhtoj insonlarga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir kishining pensiyasi yoki nafaqasi vaqtida tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'p fuqarolar pensiya yoki ijtimoiy nafaqani yillar davomida bir xil tartibda olib kelgan. Kimdir bank kartasiga oladi, kimdir pochta orqali oladi, kimdir ishonchnoma orqali yaqin qarindoshi yordamida oladi. Ayrim pensionerlar yoshi katta bo'lgani uchun bankka kam boradi, telefon ishlatmaydi, SMS xabarlarini o'qimaydi. Hatto pasport muddati tugaganini ham vaqtida bilmay qoladi. Oldin tizim ko'proq qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, pensiya jamg'armasi bazasi va bank hisob raqamlari orqali yurardi. Agar odam ro'yxatda bo'lsa, unga tayinlangan pensiya yoki nafaqa odatda davom etardi. Lekin hozir davlat xizmatlari, banklar, ijtimoiy himoya tizimi va shaxsni tasdiqlash jarayonlari raqamlashtirilmoqda. Bu yomon narsa emas. Aksincha, firibgarlikni kamaytirish, boshqa odam nomidan pul yechib olishning oldini olish, vafot etgan yoki chetga ketgan shaxs nomiga to'lov davom etib ketmasligini nazorat qilish uchun zarur. Ammo muammo shundaki, raqamlashtirish jarayonida har bir fuqaroning shaxsi aniq tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ya'ni tizim siz haqiqatan ham tirik, shu hududda yashayotgan, shu to'lovni olish huquqiga ega shaxs ekaningizni ko'rishi kerak. Mana shu jarayon oddiy tilda identifikatsiya deyiladi. Identifikatsiya nima degani? Bu shaxsni aniqlash va tasdiqlash degani. Masalan, pasport yoki ID karta orqali, biometrik ma'lumot orqali, bankda yuzni tekshirish orqali, davlat xizmatlari markazida ma'lumotlarni yangilash orqali yoki mas'ul tashkilotga borib o'zingizni tasdiqlash orqali amalga oshiriladi. Ba'zan bu jarayon juda oddiy bo'ladi. Bankka borasiz, ID kartangizni ko'rsatasiz. Operator ma'lumotlaringizni yangilaydi. Ba'zan esa qo'shimcha hujjat talab qilinadi. Yashash manzili, ishonchnoma, vasiylik hujjati, nogironlik ma'lumotnomasi yoki oilaviy tarkib bo'yicha ma'lumotlar. Endi eng asosiy savol. 25 avgustgacha nima qilish kerak? Men buni shunday tushuntiraman. Agar sizga mahalla bank pensiya bo'limi, ijtimoiy himoya organi yoki SMS orqali identifikatsiyadan o'ting. Ma'lumotlaringizni yangilang. Shaxsingizni tasdiqlang degan xabar kelgan bo'lsa, bu ishni oxirgi kunga qoldirmang. Chunki oxirgi kunlarda navbat ko'payadi, tizim band bo'ladi. Hujjatda kamchilik chiqsa ulgurmay qolishingiz mumkin. Birinchi navbatda pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Yoshga doir pensiya olayotganlar, nogironlik pensiyasi olayotganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar o'z ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshirtirib qo'yishi kerak. Masalan, o'rtaksi yoshli ota har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U kartadan pulni o'zi yechmaydi. O'g'li bankomatdan olib keladi. Otaning eski pasporti ID kartaga almashtirilmagan yoki bankdagi ma'lumotlar eski pasport raqami bilan turibdi. Tizim yangilanganda mos kelmaslik chiqishi mumkin. Natijada pul tushishi kechikadi yoki bank operatsiyani cheklab qo'yadi. Bunday holatda ayb pensiya tayinlanganda emas, ma'lumot yangilanmaganda bo'ladi. Ikkinchi guruh ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam oladigan oilalar. Masalan, kam ta'minlangan oila bolalar nafaqasi sifatida oyga 500 ming, 700 ming yoki oiladagi bolalar soniga qarab undan ko'proq mablag' olishi mumkin. Agar oilaning tarkibi o'zgargan bo'lsa, masalan, farzandlardan biri boshqa manzilga ro'yxatga o'tgan bo'lsa, ota yoki ona ishga kirgan bo'lsa, daromad ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, tizim qayta tekshiruv talab qilishi mumkin. Bu yerda ham muhim narsa shuki, nafaqani saqlab qolish uchun haqiqatga mos ma'lumot berish kerak. Yolg'on ma'lumot keyinroq aniqlansa, nafaqa to'xtatilishi bilan birga ortiqcha olingan pulni qaytarish talabi ham chiqishi mumkin.
Uchinchi guruh ishonchnoma orqali pul oladiganlar. Juda ko'p keksa insonlar sog'ligi sababli bankka o'zi bora olmaydi. Qizi, o'g'li, kelini yoki nabirasi ishonchnoma asosida pensiyani oladi. Bunday holatda ishonchnomaning muddati tugamaganmi? Notarial hujjat to'g'rimi? Bankdagi ma'lumot bilan pensiya tizimidagi ma'lumot bir xilmi? Bularni tekshirish kerak. Masalan, ishonchnoma 2023 yilda berilgan. Muddati 2024 yil avgustda tugaydi. Oila esa buni unutgan. Avgust oyida pul tushadi, lekin yechib bo'lmaydi. Keyin bankka borishadi, bank ishonchnoma muddati tugagan deydi. Natijada pensionerning oylik dori-darmon puli kechikadi. Shuning uchun oldindan tekshirtirib qo'yish juda muhim. 4-guruh bank kartasi muddati tugagan yoki bloklangan fuqarolar. Pensiya yoki nafaqa tayinlangan bo'lishi mumkin, lekin karta ishlamasa puldan foydalana olmaysiz. Karta muddati tugagan bo'lsa, bank uni almashtiradi. Ammo shaxsni tasdiqlash talab qilinadi. Telefon raqam o'zgargan bo'lsa, SMS kelmaydi. PIN kod unutilgan bo'lsa, bankka borish kerak. Bu mayda ko'ringan narsalar aslida to'lovni olishda katta muammoga aylanadi. 5-guruh chet elga chiqib ketgan yoki uzoq muddat yashash joyida bo'lmagan fuqarolar. Ayrim pensionerlar farzandlari yo'niga boshqa viloyatga yoki chet davlatga ketadi. Tizimda esa ular avvalgi manzilda turibdi. Agar tasdiqlash so'ralsa va odam javob bermasa, haqiqiy oluvchi bilan aloqa yo'q degan holat yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun manzil, telefon raqam va hujjatlar doim dolzarb bo'lishi kerak. Agar siz yaqinda ID karta olgan bo'lsangiz, bankka borib ma'lumotlaringizni yangilagan bo'lsangiz, pensiya yoki nafaqa kartangiz faol bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsa va sizga hech qanday ogohlantirish kelmagan bo'lsa, katta ehtimol bilan hammasi joyida. Lekin men baribir tekshirishni maslahat beraman. Chunki menda muammo yo'q deb yurib, keyin bitta raqam xato yozilgani yoki eski pasport ma'lumoti qolib ketgani sababli ovora bo'lganlar ko'p. Masalan, bir ayol 62 yoshda pensiyasini har oy kartaga oladi. Unga pul vaqtida tushib kelgan. Lekin bankdagi telefon raqam qizining nomida bo'lgan eski raqam edi. Qiz raqamni ishlatmay qo'ygan. Bank xavfsizlik tizimi operatsiyani tasdiqlash uchun SMS yuborgan. SMS esa kelmagan. Ayol pensiyam bloklandi deb o'ylagan. Aslida pensiya bloklanmagan, faqat bank ma'lumotlari eskirgan. Bunday holatni hal qilish uchun bankka borib telefon raqamini yangilash kifoya bo'ladi. Yana bir misol, erkak kishi nogironlik nafaqasi oladi. Tibbiy komissiya muddati tugagan, lekin u qayta ko'rikdan o'tishni kechiktirgan. Tizimda huquqni tasdiqlovchi muddat yakunlangan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu yerda identifikatsiya bilan birga imtiyoz yoki nafaqa huquqini tasdiqlovchi hujjat ham muhim. Demak, faqat pasport yetmaydi. Ayrim toifadagi fuqarolarda asosiy hujjatlarning muddatini ham tekshiriladi. Eng katta xatolardan biri shuki, odamlar bloklay degan so'zni eshitib, darhol pul butunlay yo'qoladi deb o'ylaydi. Ko'p hollarda gap to'lovni butunlay bekor qilish haqida emas, balki shaxs tasdiqlanmaguncha vaqtincha cheklash haqida ketadi. Ya'ni siz identifikatsiyadan o'tsangiz, hujjatlarni to'g'rilasangiz, to'lov tiklanishi mumkin. Lekin masalani cho'zsangiz, bir oy o'rniga 2-3 oy ovora bo'lib qolishingiz mumkin. Ikkinchi nozik jihat, hamma bir xil joyga borishi shart emas. Kimdir bankka boradi, kimdir pensiya bo'limiga, kimdir mahalladagi ijtimoiy xodimga, kimdir davlat xizmatlari markaziga. Qayerga borish kerakligi sizning muammo turiga bog'liq. Agar karta yoki bank hisobida muammo bo'lsa, bankka borasiz. Agar pensiya hujjatida muammo bo'lsa, pensiya masalalari bilan shug'ullanuvchi organlarga murojaat qilasiz. Agar bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya tizimi orqali aniqlashtirasiz. Agar pasport, ID karta, manzil ro'yxati muammosi bo'lsa, davlat xizmatlari markazi yoki ichki ishlar tizimi orqali hal qilinadi. 3-nozik jihat, telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonib bo'lmaydi. Firibgarlar aynan shunday mavzulardan foydalanadi. Ular pensiyangiz bloklanadi, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini yuboring, plastik kartangizni faollashtirib beramiz deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon karta raqami, amal qilish muddati, CVV kodi, SMS kod, mobil ilova parolni hech kimga aytmang. Haqiqiy davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Identifikatsiya rasmiy joyda, rasmiy ilova yoki rasmiy xizmat orqali qilinadi. 4-jihat, keksa va yotoq holatdagi insonlar. Agar pensioner yurishga qiynalsa,
uni majburan navbatga olib borish shart bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda yaqinlari mahalla, bank yoki mas'ul tashkilotdan uyga borib xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Shuni so'rash kerak. Ba'zi hollarda ishonchnoma, vasiylik hujjati yoki tibbiy ma'lumotnoma orqali masala hal qilinadi. Eng muhimi, otamiz yura olmaydi, demak hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'tirmaslik kerak. Har bir hududda tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun rasmiy manbadan aniqlashtirish zarur. 5-jihat. Familiya, ism, otasining ismi yoki tug'ilgan sana xatolari. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, pasportda Abdullayeva, bankda Abdullayeva, eski hujjatda esa boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Raqamli tizim bunday farqni xato deb ko'radi. Yoki tug'ilgan sanada bir kun farq bo'lsa ham to'lov tizimi shaxsni moslashtira olmasligi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni tekshirayotganda faqat ismim bor ekan deb qaramang. Har bir harf, har bir raqam pasport seriyasi. JSHSH raqami, tug'ilgan sana va manzilni solishtiring. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz yoningizda bo'lsin. Uning muddati tugamaganmi? Familiya va ism to'g'ri yozilganmi? JSHSH raqami ko'rinib turibdimi? Shularni ko'ring. Agar hujjat yo'qolgan, yaroqsiz holga kelgan yoki muddati tugagan bo'lsa, darhol yangilashga harakat qiling. Ikkinchi qadam. Pensiya yoki nafaqa qayerga tushayotganini aniqlang. Bank kartasigami, pochta orqali hisob raqamigami? Agar bank kartasiga tushsa, kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Karta ustida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, hisob 2024 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil avgust oyi oxirigacha amal qiladi. Agar muddat tugayotgan bo'lsa, bankka borib yangisini oling. 3-qadam, bankdagi ma'lumotlaringizni yangilang. Bank filialiga borganingizda men pensiya yoki nafaqa olaman, identifikatsiya va shaxsiy ma'lumotlarim to'g'riligini tekshirtirmoqchiman deb ayting. Operator sizdan ID, karta yoki pasport so'raydi. Telefon raqamingizni, manzilingizni, karta va hisob raqamingiz holatini tekshiradi. Agar kerak bo'lsa, biometrik tasdiqlash yoki yuzni solishtirish jarayoni bo'lishi mumkin. 4-qadam, mahalla yoki ijtimoiy himoya mas'ullari bilan bog'laning. Ayniqsa bolalar nafaqasi, moddiy yordam, nogironligi bo'lgan shaxsga parvarish puli yoki boshqa ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, oilaviy tarkib, daromad, yashash manzili va huquqni tasdiqlovchi hujjatlar yangiligini so'rang. Mening nafaqam bo'yicha identifikatsiya yoki ma'lumot yangilash talabi bormi deb aniq savol bering. 5-qadam. Agar siz boshqa odam nomidan ish yuritayotgan bo'lsangiz, ishonchnomani tekshiring. Ishonchnoma muddati qachon tugaydi? Unda aynan pensiya yoki bank operatsiyalarini amalga oshirish vakolati yozilganmi? Notarius muhri va ma'lumotlari to'g'rimi? Bank bu ishonchnomani qabul qiladimi? Bularni oldindan aniqlashtiring. Chunki ayrim ishonchnomalarda umumiy vakolat bo'ladi, lekin bank ayrim operatsiyalar uchun aniq yozuv talab qilishi mumkin. 6-qadam, muammo bo'lsa, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Masalan, mening pensiyam yoki nafaqam nima sababdan to'xtaganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, JSHSH, telefon raqam, yashash manzili, to'lov turi va muammo qachondan boshlanganini ko'rsating. Arizani topshirganingiz haqida ro'yxat raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Bu keyin masalani kuzatish uchun kerak bo'ladi. 7-qadam. Hujjat nusxalarini tartibga keltiring. ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki tegishli hujjat, nogironlik ma'lumotnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, bank karta ma'lumotlari, ishonchnoma. Yashash manzili bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har kimga ham hammasi kerak emas, lekin kerakli hujjatni topolmay qolish jarayonini cho'zadi. 8-qadam. 15 avgustni oxirgi kun deb kutmang. Men doim shuni aytaman. Muddat bor joyda oxirgi kun eng xavfli kun. Chunki siz borganda navbat bo'lishi mumkin, tizim ishlamay qolishi mumkin, bitta hujjat yetishmasligi mumkin, mas'ul xodim sizni boshqa joyga yuborishi mumkin. Agar siz 10 kun oldin borsangiz, kamchilikni to'g'rilashga vaqt bo'ladi. Agar oxirgi kuni borsangiz, keyingi oy to'lovi kechikishi ehtimoli oshadi. Real hayotdagi vaziyatlarni yana bir bor ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. 70 yoshli pensioner onaxon har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. Kartasi ishlayapti, lekin ID kartasi yo'q, eski pasport ma'lumoti bankda turibdi. U identifikatsiyadan o'tmasa.
Keyingi operatsiyada bank qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. To'g'ri yo'l. Yaqinlari bilan bankka boradi. Shaxsiy ma'lumotlarni yangilaydi. Telefon raqamini o'z nomiga yoki doimiy foydalaniladigan raqamga bog'laydi. Ikkinchi vaziyat. 3 farzandli oila bolalar nafaqasi oladi. Oilada ota yaqinda ishga kirgan, daromad rasmiy ko'rinishini boshlagan. Tizim bu ma'lumotni ko'rib qayta baholash qilishi mumkin. Bu nafaqa darhol noqonuniy degani emas. Lekin oilaning daromadi mezondan oshsa, nafaqa to'xtashi mumkin. To'g'ri yo'l. Mahallaga borib oilaviy holatni to'g'ri tushuntirish, daromad va hujjatlarni yashirmaslik, agar haqiqatan ham yordamga ehtiyoj bo'lsa, qonuniy tartibda qayta murojaat qilish. Uchinchi vaziyat, nogironlik nafaqasi olayotgan fuqaro tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yuborgan. U pul tushmayapti, bloklashdi deydi. Aslida sabab identifikatsiya emas. Nogironlik maqomini tasdiqlovchi muddat tugagan bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l. Tibbiy komissiya, ijtimoiy himoya organi va to'lovni amalga oshiruvchi tashkilot bilan bog'lanib, huquqni qayta tasdiqlash. To'rtinchi vaziyat. Pensionerning o'g'li telefon orqali kimdandir qo'ng'iroq oladi. Ular 1500 avgustgacha pensiya saqlab qolish uchun SMS kodni ayting deydi. Bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. To'g'ri yo'l, qo'ng'iroqni to'xtatish. Hech qanday kod bermaslik, bankning rasmiy raqamiga yoki filialiga murojaat qilish. Men yana bir muhim narsani ta'kidlayman. Identifikatsiyadan o'tish jazolash uchun emas, tartibni aniqlashtirish uchun qilinadi. Haqiqiy oluvchi o'z to'lovini olishi kerak. Lekin tizimda o'lik raqamlar, noto'g'ri ma'lumotlar, boshqa odam nomidan olinayotgan pullar, muddat tugagan hujjatlar bo'lsa, bular davlat mablag'larining noto'g'ri sarflanishiga olib keladi. Shuning uchun tekshiruv kuchaysa, bunga faqat salbiy qarash kerak emas. Muhimi oddiy odam ovora bo'lib qolmasligi uchun vaqtida harakat qilish kerak. Xulosa qilib aytaman. Pensiya, nafaqa yoki ijtimoiy yordam olsangiz, 25 avgustni kutib o'tirmang. ID karta yoki pasportingizni, bank kartangizni, telefon raqamingizni, ishonchnomangizni, nafaqa yoki pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Sizga ogohlantirish kelgan bo'lsa, albatta rasmiy tashkilotga murojaat qiling. Hech kimga SMS kod, karta paroli va shaxsiy bank ma'lumotlarini bermang. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar kamchilik chiqsa, xotirjam bo'lasiz va to'lovingiz kechikishining oldini olasiz. Men maslahat beradigan eng to'g'ri yo'l shu. Bugun tekshiring, ertaga kech bo'lishi mumkin. Sizning hududingizda identifikatsiya bo'yicha qanday talab qo'yilyapti? Bank, mahalla yoki pensiya bo'limidan sizga xabar keldimi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya yoki ijtimoiy yordam oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.